Hurmatli kanalımızga kuzatib o'tirgan do'stlar, bu elektrosetana geldik. Xudo xolasa 5 qavatli binoni 3-chi qavatida 2 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Xudo xolasa shuni obzor qilib tanishtirib beramiz. Yana ko'rib turganingizdek, girganda prixoshkamiz bo'ladi, yurtdoshlar. Prixoshkamiz, devorlarimiz oboy. Yana bir prixoshka qurib bersangizda, devorda mebel ajoyib bo'lib turadi. Bu yorimizda xudo xolasa spalnimiz, yurib turganingizdek, registrlarimiz qo'ygan, aynalarimiz plastik bor, devorlarimiz oboy. Bu yorimizga kelaversak, xudo xolasa bu yorimiz yana bir xonasi, ya'ni bu yerimiz endi mehmonxona bo'ladi. Devorlarimiz ham ko'ringlar, oboy. Bu joyimizda remontdan keyin hech kim yasholmagan. Ikkilamchi variantimiz ham bor bu joyimizda, aziz yurtdoshlar. Bu yorimiz sanuzelimiz. Ko'rib turganingizdek, sanuzellarimiz ham akkuratniy kafel bilan remontdan chiqqan. Bu yorimizda hojatxonamiz. Hojatxonamizdan ko'rib turibsizlar. Bu yorimizda ayollarimiz uchun oshxonasi, oshxonamizda do'konning katolimiz ham dur tushirdi. Hamma narsasi qulay. Restoranimiz ham tushirdi ekan. Bu yorimizni oshxona qilib qo'ydilar. Ko'rib turganingizdek, aziz yurtdoshlar. Mana shunday ajoyibgina bo'lib turibdi joyimiz. Remontdan chiqarib. Narximizni ekranda yozib turadi. Uzrli, şurada yo'lni bo'yini ko'rsatib bergan. Sizlar yana yo'lni dik bo'yi, elektrosetni ro'parasi. Aziz yurtdoshlar, telefon nomerlarini ekranda yozib qo'yamiz. Telefonlaringizni kutamiz. Joyimiz Ro'sha Sotuvda, like, podpisyasi so'rab qolamiz.